Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Bugungi obzorimizda Tesla olib bo'ldik. Teslamizda krilosida bor ekan. Netinasi. Akamiz bizga ishonib chiroyli qilib chiqarib beradi. Tashlab ketishda Allohning izni bilan chiroyli sifatli qilib chiqarib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bunun tomonda stokasida bor. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Qolgan Tesla mashinamiz tayyor bo'ldi. Krilos bilan stokasida bor edi. Allohning izni bilan chiroyli sifatli qilib chiqarib oldik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaqin do'st birodarlarga jo'natib berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveradi. Barchaga rahmat.